Yillarda ichida eng sinovdan o'tgan elektromobil qaysi degan kuzatuvchilarimiz uchun albatta men Yeikini tavsiya qilaman. Chunki ushbu avtomobilimiz 2023-yildan beri O'zbekiston yo'llarida, O'zbekiston bozorida o'z o'rnini egalladi. Avtomobilimiz to'liq quvvat bilan 400 km masofani bosib o'ta oladi. Orqa bagajlari keng, oilaviy hatchback model. Ikkitadan zaryadkalari beriladi. Stoplari bunaqa chiroyli dizaynda. Diska balonlari 16 razmerda. Hadovoylari oldi McPherson. Yumshoqlik ta'minlab beradi. Faralari LED. Salonlariga keladigan bo'lsak, salonlari kojinli, ikkita oldi sideniyalar isiydi. Aylanuvchi monitorlari bor, cruise control funksiyalari bor. Avtomobilimizning narxi 236 million 600, 50% to'laganda 24 oyga o'zini tanani bo'lib to'lash asosida xarid qilsangiz bo'ladi. Beskulchovoy dostuplar ham bor. Agar 30% boshlang'ich to'lov qilsangiz 12 oyga rassrochka, 40% to'lasangiz ham 12 oyga rassrochka qilib beramiz. Saloni dizayniga bitta baho berib qo'yasizlar, o'ta chiroyli ishlangan. Skoruslari xrustalniy, bunaqa NFC kartalari, ikkitadan pultlarni ham beramiz, cruise kontrollari bor, monitorlari ham aylanadi. Kimga ushbu avtomobil qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilsangiz bo'ladi. Hammanglarni BYD Andijon avtosalonida kutib qolamiz. E'tibor uchun rahmat.